Bemorimiz 30 yosh. Rovna 2 oy avval chap tizza bo'g'imida oldingi hoshimon avtoplastikasi amaliyotini o'tkazganmiz. Tepa pastlariga karbon pugvitsalar bilan fiksatsiyalaganmiz. Oldingi sayt metodi bo'yicha 8 mm diametrda graft olganmiz. Peroneus longus payini qo'shimchasiga fiber type arthrex ipi bilan internal brace qilganmiz. 2 oylik holat bo'yicha mana gradusimiz 0 da, полностью разгибание. Erkin holatda bukinchi. O'z bukkanishcha oyog'i. Mana, deyarli dumbaga yaqinlashadi. Ozgina reabilitatsiya qilinsa, yana ham bu keladi. Oldingi hoshimon bog'larni qanchalik stabilligini tekshirishdagi eng yaxshi usul oldingi yashik simptomni tekshirish. Bu sog'lom oyoq. Bu operatsiya o'tkazgan oyog'imiz. Mana, bor kuchim bilan tortganimda ham bir xil. Internal brace o'zining faoliyatini bajaryapti. Bemorimizga sog'lik tilaymiz.